Yozda har bitta qizda bo'lishi kerak bo'lgan top 3 ta mahsulot. Birinchisi bu suyuq va yuvilmaydigan shampun. Bu yildan hozir chiqib ketishingiz kerak, lekin sochinglar yuvilmagan paytda bu judayam yordam beradigan narsa. Hozir sizlarga qanaqa ishlatish kerakligini ko'rsatib beraman. Qo'lingizga ozgina olib olib, massajni dvijeniyalar bilan sochingizga surib chiqasizlar va yana bir necha daqiqa kutasizlar. Voila, sizlarga объемный va toza soch qilib beradi. Hech qanaqa oq dog'lar qoldirmaydi va bir necha daqiqada ko'rib turganingizdek sochinglarni zo'r qilib beradi. Ikkinchi muhim produkt bu SPF stick. SPF yani har 2 soatda yengillab turish kerakligini bilarmidinglar? Ko'chada xolagan vaqtingizda shu SPF stickni surib olib, yuzinglarni yana увлажнение qilib beradi. Menimcha bu narsa hamma qizlarning sumkasida bo'lishi kerak deb o'ylayman. Va uchinchi mahsulot bu toner mist. Ko'chada yuribsizlar va juda ham isib ketyapsizlar va makiyajlarning ustidan shu toner mistni bitta sepib ko'ringlar. Yuzinglarni освежать qilib, elastikligini yaxshilab beradi. Bonusiga yuzinglar yaltirab, sog'lom ko'rinishga ega bo'ladi. Shu 3 ta mahsulotlarni Koreyada ishlab chiqarilgan Oli brendidan oldim va ularning mahsulotlarini Uzum marketdan ham topsanglar bo'ladi.